Akalar, assalomu alaykum tuzimizlar. Ukrainadan yana 5 ta keldi babichkalar. Babichka qanaqa katta deydiganlar bo'lsa, YouTube'ga kirib turib golubiy babichka deb yozsanglar chiqadi. Joyida turib uchadigan bo'ladi, o'shalardan bo'ladi. Mana Boburjon aka meni 5 ta jo'natibdi. Tak. Mayda bittasi bor. Bu o'tgan safargi partiyada keldi. Buni ko'zi sal og'rib qoladigan, nito dori qilishadigan. Yumilib qoladigan, ochib chiroyli qilib qo'ydim. Bunlar hozir buning ichida qaysi bittasi moda juplashadi. Boburjon aka kattalar tashadik mana. Oxirgi kelgan o'g'li ko'zlari ochilib qolgancha. Qizil to'slar. Kega sizning ikkita bolasi bor ekan, tuxum qo'ymabdi uni ikkita katta siz chiqyapti. Jig'ildonda dom bor yaxshi. Bu qizil to'sh tuxum bor ekan o'zini. Qora hakka chiqyapti ekan. Ha? Ha, ikkita bolasi bor ekan. Mayda nomotlar kimi bor ekan. Qizil to'sh jo'nalar o'ziki bo'lar. Buni yana qo'shti hakkan bo'landa qo'yibdi. Bular tuxum qo'ymabdi. Buni tuxum bo'lmadi. Buni tuxum bor ekan. Eron tuxumidan almashtirib qo'yamiz, oq tuxumigami. Oq jo'nalar. Babichkani bolasi. Oqini bolasi. Ha, bittasi yangi, birinchi kelgan oqni bolasi. Chinni yangi olib kelib oqmasa chibini. Bu tuxum qo'yibdi mana yotibdi. Bu oq tuxum qo'yibdi. Bu oq bola baqyapti ekan. Katta oq bilan. Oq babichka. Yangilar. Sizlar. Ha, siz bolasi bor ekan buni, baqyapti. Sizlar ham yaxshi otishibdi. Odam qizil to'sh jo'nab turibdi. Mana oq jo'nalar. Buni narchisa kirsa polvon chiqadi. Bu yangilar. Bak.